Assalomu alaykum. Adalat mahallada yana bir namunali xonadon. Saida va Gavhar opa xonadonidamiz. Bu xonadonga ham Agrobank tomonidan loyiha paketi yetkazib berilgan. Tikuvchilik qilish maqsadida 10 million kredit ajratilgan. Tikuv mashinasi olib berilgan. Hozirda kunlik daromadi 50-60 ming so'm, oylik daromadi 5-6 million tashkil qiladi. Yillik daromadi 25-30 million bo'lishi kutilmoqda. Hamda parrandachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Xonadonga qo'shimcha daromad maqsadida parrandachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Saida va Gavhar opa xonadonida.